Mamlakatimizda 2022-yildan boshlab Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili, ya'ni Ombudsman tomonidan barcha viloyatlarda Ombudsman maktabi loyihasi amalga oshirilib kelinmoqda. Shu o'rinda bir gap. Keyingi yillarda lug'atimizda Ombudsman degan so'zga tez-tez duch kelyapmiz. Ombudsman so'zi bugun rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda inson huquqlarini himoya qiluvchi sifatida tushuniladi. Ya'ni qonun hujjatlarining ijrosi bo'yicha davlat organlari ustidan nazorat olib boradi. Yana ham oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, Ombudsman institutlari ijro organlari o'z vazifalarini qay tarzda samarali bajarayotganini fuqarolar murojaatlari orqali o'rganib, bu haqda hukumatni xabardor qiladi. Ayni vaqtda 190 dan ortiq mamlakatlarda Ombudsman lavozimi joriy etilgan. Ularning vakolat vazifalari bir xil. Ombudsman fuqarolar murojaatlarining ko'rib chiqilishi bo'yicha davlat organlariga tavsiya xarakteridagi ta'sir choralarini kiritishadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman to'g'risidagi qonunning 10-moddasiga ko'ra, vakil fuqarolarning o'z huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini buzayotgan tashkilotlar yoki mansabdor shaxslarning harakatlari yoxud harakatsizligi ustidan bergan shikoyatlarini ko'rib chiqadi va u o'z tekshiruvini o'tkazish huquqiga ega. O'z faoliyatlari doirasida fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqishga mas'uldirlar. Ammo Ombudsman fuqarolar o'rtasidagi nizoli masalalarni ko'rib chiqmaydi. Joriy yilda viloyat bo'ylab aholining huquqiy xabardorligini oshirishga qaratilgan inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi mavzusidagi Ombudsman maktabi loyihasi Navbahor tumanida ham amalga oshirildi. Ombudsman maktablarida har bir fuqaro o'zini burchini bilishi kerakligi, bu jamiyatda ijtimoiy moslashuv, jamiyatda o'zini hayotini yengillashtirish uchun har bir sohada bo'layotgan o'zgarishlardan xabardor bo'lish kerak. Shu nuqtai nazardan biz fuqarolar o'rtasida huquqiy tushuntirishlar olib boramiz, ya'ni qabul qilingan oxirgi normativ huquqiy hujjatlarni mohiyatini aholiga tushuntirish orqali biz mana shu Ombudsman maktablarini tashkil etib boramiz. Bu Ombudsman maktablarini foydasi bu har bir inson ertalab uyg'ongandan boshlab o'zini huquqi boshlanadi. Uni ijtimoiy sohada, mana shu ekologik sohada deysizmi, tibbiyot sohasidami, har bir sohada uyidan chiqqanda huquqlar kutib turadi, ya'ni huquq va majburiyatlar. Uni bilgan inson oson yashaydi bu hayotda. Ya'ni davlat idoralariga qaysi idoraga murojaat qilish va qanday murojaat qilishni biladi. Hozirda fuqarolar tomonidan murojaatlarning ko'payishi ham asosan davlat idoralari, ayniqsa respublika idoralariga mayda muammolarini yetib borishi bu o'sha joylarda pastda fuqaroning o'zini huquqini to'liq tushunib yetmasligining oqibati hisoblanadi. Shu sababli ham biz joylarga chiqib, har bir tashkilot belgilangan vazifasini to'laqonli bajarishini ta'minlash maqsadida o'sha tashkilotlarning vakillari ishtirokida aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlar o'tkazyapmiz. Ularni qiziqtirgan savollar orqali, ularga javob berish orqali ularda bo'lgan huquqiy tushunchalarni yana ham to'ldirib, yana ham boyitib bormoqdamiz. Kelajakda mana shu yurtimiz rivojlanishiga har bitta fuqaroning o'zini hissasini qo'shishiga olib keladi va albatta yurtimizni ham kelgusida dunyo miqyosida bilim reytingi darajasida yuqorilashga ham o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylaymiz. Tashrifimiz keng qamrovli bo'lganligi uchun bu Navoiy viloyatida jazoni ijro etish muassasalariga tashriflarimiz bor. Bu yerdagi mahkumlar bilan, ularni qiynayotgan masalalar bilan ham tanishamiz va bevosita aholi o'rtasida turli xil tashkilotlarga borib o'sha tushuntirish ishlarini olib boramiz biz. Yangi O'zbekistonda mehnat munosabatlari, kambag'allikni qisqartirish, bandlik hamda xotin-qizlar va bolalarning qonuniy manfaatlarini ishonchli himoyasi, tibbiy sug'urta, ta'lim, ijtimoiy himoya kabi masalalarga bag'ishlangan Ombudsman maktabi tadbirida aholining huquqiy savodxonligi ancha oshganligi sezildi. Ammo Ombudsmanga yuborilayotgan aksariyat fuqarolar murojaatlari tahlili aholining mamlakatimizda inson huquq va manfaatlarini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan ayollar, yoshlar, keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslarga belgilangan huquq va imtiyozlardan bexabar ekanliklarini ko'rsatdi.
kelmoqda. Shu sababli bu galgi loyihada aholining huquqiy xabardorligini oshirishga zarurat bo'lgan sohalar tanlab olindi. Mazkur loyihani amalga oshirishdan maqsad ham aholini mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarini himoya qilish sohasidagi tub o'zgarishlar to'g'risidagi xabardorligini oshirishdan iborat. Sababi fuqarolar o'z huquqlarini yaxshi bilmas ekanlar, ular talab qila olmaydilar. Natijada qonun buzilishi yoki uni chetlab o'tish holatlari ko'payishi mumkin. Bugun tumanimiz markazida inson huquqlari ombudsmani vakillari, viloyat vakillari ishtirokida bir ajoyib seminar o'tkazildi. Mana shu seminarga qatnashib yaxshi taassurotlar oldim. Bu birinchidan tibbiyot sohasida bo'layotgan o'zgarishlar, kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash hozir eng aktual masalalar. Men shu yig'ilishda ishtirok etib, viloyat markazidagi shaharlarda yaratilgan imkoniyatlarni shu olis tumanlar markazida ham tashkil etish bo'yicha taklifimni bildirdim. Ular o'rinli deb qabul qilishdi. Hozirgi shu kecha kunduzi tumanimizdagi tibbiyot sohasida qilinayotgan islohotlar, yaratilayotgan sharoitlarda kamchilik yo'q. Lekin ekologiyani ta'siri deymiz, boshqa masalalar borki, biz bundan ham malakali yordamni kutyapmiz. Mana shu yordamlarni tuman markazida tashkil qilish imkoniyatlari bor. Shu masalada taklifimni bildirdim. Mana shu taklif amalga oshsa, tuman aholisini imkoniyatlari yanada kengayadi. Ovoragarchiliklarning oldi olinadi. Mana shu murojaatlarni amalga oshirishda imkoniyatlarning vujudga kelgani. Bugungi seminar mana shu ma'noda juda foydali bo'ldi. Yo'l yo'rig'ini tushuntirib berdi. Biz ham aholi o'rtasida mana shu yangiliklarni, qulayliklarni targ'ibotiga aralashamiz, tushuntiramiz. Bu aholi uchun juda foydali seminar deb hisoblasa bo'ladi. Keyingi yillarda mamlakatimizda uzluksiz islohotlar amalga oshirilmoqda. Ularni amalga oshirish yuzasidan ko'plab qonunlar, qarorlar va me'yoriy hujjatlar qabul qilinmoqda. Ularning oddiy va tushunarli qilib xalqqa yetkazilishida ombudsman tomonidan tashkil etilib, joylarda xalq bilan o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlari o'z samarasini bermoqda. O'tkazilgan tadbirda kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi boshqarmasi, sog'liqni saqlash, ichki ishlar xodimlari, ta'lim yo'nalishlaridagi islohotlar, me'yoriy hujjatlar mazmun va mohiyati fuqarolarga yetkazildi. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman tomonidan mamlakatimizda, shu jumladan bizning viloyatimiz barcha hududlarida aholi bilan ombudsman maktabi targ'ibot tadbiri loyihasi doirasida qator tadbirlar rejalashtirilgan va mana shu tadbirlar bugun Navbahor tumanida o'tkazildi. Ombudsman maktabi loyihasi doirasida o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlaridan ko'zlangan asosiy maqsad bu fuqarolarimizni mamlakatimizda qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlarni mazmun mohiyatidan xabardor qilish. Fuqarolarimizdan normativ huquqiy hujjatlarda belgilangan tartiblar bo'yicha mezonlar to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni fuqarolarimizga yetkazish. Endi bu tadbirlarda mavzu qanday tanlanadi degan haqli savol tug'ilishi mumkin. Har bitta hududga borganda mana shu hududdan kelib tushayotgan fuqarolardan murojaatlarni o'rganamiz. Qaysi sohaga taalluqli murojaatlar kelyapti, qaysi muammo, qaysi masalaga taalluqli murojaat kelayotgan bo'lsa, mana shulardan biz tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda tadbirlarga tayyorgarlik ko'rib, shu to'g'risidagi ma'lumotlarni batafsil aholiga yetkazishga harakat qilamiz. Mana bugun ham Navbahor tumanida 6 ta mahalla fuqarolar yig'inlarini fuqarolari ishtirokida biz mana shu tadbirda o'tkazdik. Demak, qanaqa mavzularga yoki qanaqa masalalarga bugun e'tibor qaratildi yoki qanaqa masalalar bo'yicha biz fuqarolarga ma'lumot berdik, fuqarolardan shu bo'yicha savollar eshitdik. Eng birinchi navbatda bu bandlik masalasi. Mana shu Navbahor tumanida ham juda ko'p islohotlar natijasida ishchi o'rinlari yaratilyapti. Lekin fuqarolardan mana shu bandlik masalasida, ayniqsa shu davlat tashkilotlariga ishga kirish ishtiyoqi bilan yoki kirolmaslik e'tirozlari bilan kelib tushayotgan murojaatlar bor. Mana shu masalada demak o'rnatilgan tartib, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha davlatimiz tomonidan yoki o'zini o'zi band qilish borasida qanaqa imkoniyatlar yaratilyapti, mana shu bo'yicha
bugun kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi mas'ullari, mutaxassislari tomonidan batafsil ma'lumotlar berib o'tdi. Yoki mana tibbiy sug'urta masalasida ham juda ko'p murojaatlar kelyapti. Nimaga? Bugun tibbiy xizmat pullik. Mana shu masalasida ham tibbiy sug'urtani mazmun mohiyati, tibbiy sug'urtadan foydalanish imkoniyatlari, berilayotgan imtiyozlar to'g'risida ham mana Sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilari tomonidan batafsil tushunchalar berib o'tildi. Yoki mana hozirda bizning hayotimizga telefon, internet kirib kelganligi oqibatida kiber xavfsizlik jinoyatchiligi ham kiber jinoyatchilik turlari oshib ketyapti. Bu bo'yicha maxsus demak slaydlar tayyorlanib, roliklar namoyish etilib, ijtimoiy tarmoqlardan qanday foydalanish mumkinligi ham borasida ham tushunchalar berib o'tildi. Ijtimoiy xizmat ko'rsatish masalasida 135 ta bugun ijtimoiy xizmat ko'rsatib kelinyapti aholiga. Mana shular turlari. Juda ko'p aholimizda ijtimoiy xizmatdan foydalanish ishtiyoqi bor, lekin qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Mana shu bo'yicha ham biz batafsil ma'lumotlarni berib o'tdik. Tumanda fuqarolar tomonidan bo'lgan murojaatlarning aksariyati bandlik, tibbiy xizmat, ijtimoiy xizmat ko'rsatish tartibi, kiber xavfsizlik kabi masalalar bo'yicha bo'lib, loyiha doirasida tegishli soha mutaxassislari tomonidan muammolarga yechimlar atroflicha tushuntirildi. O'tkazilgan tadbirda Ijtimoiy himoya milliy agentligi faoliyati va Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan olib boriladigan huquqiy yo'nalishdagi ishlar ham targ'ibot o'tkazildi. Fuqarolarga mana 12 ta toifada xizmatlar, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladigan bo'lsa, 12 ta toifadagi fuqarolarga huquqlarini tushuntirish, ularning haq-huquqlari yuzasidan sudlarga da'vo arizasi kiritish vakolati berilgan. Sudlarga kiritilgan da'vo arizalarida davlat bojidan fuqarolar ozod etiladi. Agar fuqaroni o'zi to'g'ridan to'g'ri sudga murojaat qilganda davlat boji to'lanishi belgilangan bo'lsa, tumanlardagi inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan kiritilayotgan da'volarda davlat bojidan ozod etilgan. Bugungi kunga kelib, fuqarolarimiz ham o'z haq-huquqlarini tushunib yetib, deylik, himoya orderi olgan, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan fuqarolarga ularning manfaatini ko'zlab sudlarga inson ijtimoiy xizmatlar markazi ekspert maslahatchilari tomonidan ularning manfaatida sudlarga da'vo kiritiladi. Bu yerda jumladan aliment masalasida, ularning haq-huquqlarini tiklash masalasida, ma'naviy zarar yuzasidan arizalar sudlarga kiritib, ularning haq-huquqlari himoyalanib kelinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunga kelib har kuni xalqaro internet tarmog'ida 310 mingdan ziyod zararlangan dasturiy viruslar tarqatilmoqda. Firibgarlar tomonidan mamlakatimizda 15 mingdan ortiq fuqarolar kiberjinoyatning qurboni bo'lgan. Jumladan, Navbahor tumanida ham kiberjinoyatning qurboni bo'lgan fuqarolar mavjud. Fuqarolarning kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish, o'sha kiber madaniyatni oshirish bo'yicha usullari, turlari bo'yicha tushunchalar berildi. O'sha yig'ilganlar juda bir iliq kutib oldi va o'sha o'zini qiziqtirgan savollarga to'liq javob oldi deb o'ylayman. Sababi mana viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bevosita amalga oshirilayotgan mana targ'ibot ishlarida ko'pchiligi mana qatnashgan, birga faol keng jamoatchilik asosida biz o'sha ishlarni olib borganligimiz sababli yetarli tushunchaga ega bo'ldi deb o'ylayman. Bugungi kunda bu kiberjinoyatlardan o'zini himoyalash bo'yicha aholi tomonidan o'sha asosan bizning hududimizda, misol uchun zararli dasturlardan himoyalanish, APK formatdagi o'sha zararli viruslar deymiz, virus ilovalardan foydalanmasligi, kelganda o'chirib tashlashligi yoki bo'lmasa o'sha soxta tradinglarga ishonmasligi, o'sha umuman Android telefonlarda, umuman shu axborot texnologiyalariga xavfsizligiga, axborot xavfsizligiga rioya qilish bo'yicha yetarli tushunchaga ega ekanligini yana bir bor hozir ta'sirni topdi. Kiberjinoyatlarga qarshi kurashishda shu fuqarolar o'zi aslida nima ish qilish kerak? O'zi birinchi navbatda o'zidan o'sha axborot xavfsizligiga rioya qilishi. Bundan tashqari turli xil o'sha onlayn savdolarga aralashmasligi, sababiki hozirgi kunda shu onlayn savdoda juda ko'plab firibgarlik holatlari aniqlanyapti. Xorij tajribasiga nazar solsak, ko'plab davlatlar ombudsmanlari nafaqat ozodlikda, balki mahkumlar murojaatlarini ham o'rganadi.
Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman tomonidan Ombudsman maktabi loyihasi doirasida viloyatda joylashgan qator yopiq muassasalarda monitoring tashriflari ham amalga oshirildi. Tashriflar doirasida Navoiy shahridagi 4 va 11 son jazoni ijro etish koloniyalarida mahkumlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar o'rganildi. Jumladan, yotoqxonalar, ovqatlanish joylari, tibbiyot bo'limlari, uchrashuv xonalari hamda ishlab chiqarish sexlarining holati ko'zdan kechirildi. Shuningdek, mahkumlarni kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha tashkil etilgan o'quv jarayonlari tahlil qilinib, tikuvchilik, dehqonchilik, duradgorlik kabi yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishildi. Jarayonda mahkumlar bilan yakka tartibda va jamoaviy suhbatlar o'tkazilib, ularning murojaatlari tinglandi. Shu bilan birga muassasalarda o'rnatilgan ombudsman qutisi orqali kelib tushgan murojaatlar o'rganilib, tegishli tartibda nazoratga olindi. Shuningdek, ombudsman Navoiy shahar vaqtincha saqlash hibsxonasidagi sharoitlarni ham o'rgandi. U yerda saqlanayotgan shaxslar uchun yaratilgan yashash sharoitlari, ovqatlanish va tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlari, shuningdek, tergov va advokatlar bilan uchrashuv xonalarining holati baholandi. Bugungi tadbirni demak tashkillashtirilishida mana viloyatimizga ombudsman devoni xodimlari tashrif buyurishdi. Mana shu xodimlar tomonidan ham demak mana shu tadbirda juda ko'p ma'lumotlar berildi. Ombudsman institut to'g'risidagi faoliyat to'g'risidagi ma'lumotlar, ombudsman demak qanaqa shikoyatlar bilan shug'ullanadi, unga murojaat qilish tartibi qanaqa, ko'rib chiqish tartibi qanday bo'layapti, qanaqa murojaatlar ko'proq kelyapti, mana shu bo'yicha ham batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Shuningdek, mana ombudsman devoni xodimlari bizni viloyatimizda mana 3 kun davomida bo'lib, harakatlanish erkinligi cheklangan muassasalarda ham ko'plab tashriflarni buyurib, mana shu yerda demak mana erkinligi cheklangan shaxslar saqlanayotganlar uchun yaratilgan sharoitlar, ularni maishiy demak sharoitlari, ovqatlanish, tibbiyotdan foydalanish masalalari, ishlab chiqarishda ishlashi, texnik xavfsizlikka rioya etilishi yoki vositalari bilan foydalanishi, shuningdek demak ular bilan jamoaviy tartibda va yakka tartibda suhbatlar o'tkazildi, qabullar qilinib, ulardan kelib tushgan barcha murojaatlar nazoratga olinib, bugun ijroga qaratildi. Shuningdek, mana viloyatimizda mana 4 ta jazoni ijro etish koloniyasi va bitta manzil koloniya ham mavjud. Mana shu yerda ombudsman qutilari orqali ham shu yerda saqlanayotgan shaxslar bizga murojaat qilish imkoniyatiga ega. Mana shu yerda ham demak shu orqali bizga qilingan murojaatlar barchasi olinib, ular ham nazoratga olinib, ijroga qaratildi. Biz mana bu targ'ibot tadbirlarini yil davomida barcha tuman shaharlarimizda imkon qadar ko'proq demak mahalla fuqarolarini qamrab olgan holda o'tkazilishini davom ettiramiz. Ombudsman Navbahor tumanidagi 10-son oilaviy poliklinikada ham bo'lib, tibbiy ko'rik jarayonlarini o'rgandi. Men 73 yoshdaman. Shu poliklinika doim kelib turaman. Har oy bepul dori berib turibdi. Sharoitlari yaxshi. Mana bugun tibbiy ko'rik kelgan. Ko'rikda hamma doktorlar bor. O'zi kelgan, kardiolog kelgan, tish doktorlar kelgan, EKG kelgan, markazdan kelgan, Navbahor markazidan. Kelib turardi. Kelganda bizga xabar berardi, bizga kelib ko'rinib ketaydik. Sharoiti yaxshi. Bepul dorilar berib turibdi. Hamshiralarimiz uy so'rab turibdi. Bugun meni yuragimga tez uray ekan. Shunga dori yozib berdi. O'ziga tushdim. Yaxshi dedi. 2 ta doktorga kirib chiqdim. Endi yana navbatim bor boshqa shifokorlarga kirishga. Oilaviy shifoxona 9000 dan ortiq fuqarolarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatadi. Maxsus 5 ta tibbiy brigada mavjud bo'lib, ular tomonidan fuqarolarga tibbiyotdagi islohotlar targ'ib etilib, bemorlarning sarsongarchiligi oldi olinmoqda.
5 ta tibbiy brigadamiz bo'linib, har qaysi alohida aholiga ega. Ular har bir aholini plan asosida tibbiy ko'rikdan o'tkazadi. Har bir inson yiliga bir marta tibbiy ko'rikdan o'tadi. Tibbiy ko'rik natijasida aniqlangan kasallar sog'lomlashtiriladi. Bugungi kunda Ombudsman tashkiloti bilan hamkorlikda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazyapmiz. Tibbiy ko'rikka Navbahor tuman tibbiyot birlashmasidan kardiolog vrach, terapevt vrach, pediatr vrach, endokrinolog, okulist, xirurg, travmatolog vrachlar ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazib, topilgan kasalliklarni aniqlab, o'sha kasalliklarni sog'lomlashtirish ishlarini olib boradi. Bizda UZI apparat bor, EKG apparat bor, hamma apparatlar tashkil etilgan. Laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangan, kunduzgi statsionar bor. 8 dan 20:00 gacha ishlab aholiga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Islohotlardan biri meditsinaga DIMIT tizimi kirib keldi. DIMIT tizimini juda ham ahamiyati kuchli. Oilaviy shifokor, patronaj hamshira, amaliyotchi hamshira bor. Amaliyotchi hamshiraga kelib, patronaj hamshira aytib keladi, amaliyotchi hamshira uni ko'rikdan o'tkazadi. Davlinasini o'lchaydi, vis rostini ko'radi, hamma birlamchi muolajalarni qiladi, tekshiruvlarni. Keyin u elektron holatida vrachga yo'llaydi. Vrach o'shanda ko'rib, tekshiruv ishlarini hammasini o'tkazadi. Shu bilan birgalikda bunga analizga yuboradi elektron holatda. Retsept yozib beradi. Retseptimiz 2 xil. Bepul va pullik retsept bor. Oddiy va reimburtatsiya deyiladi. Reimburtatsiyada bizda surunkali kasalliklar bor. Surunkali kasalliklarga reimburtatsiya asosida bepul dori yozib beriladi, doimiy. Oddiy retseptlar hozir mana tashkil etildi. Har bir kelgan bemorga oddiy retsept beriladi. Oddiy retseptsiz aptekalarda savdo qilish mumkin emas. Demakki, juda ham muhim ahamiyati bizlarga kirgan bemor rayonga, rayondan viloyatga, masalan, bir kishi haqida hamma ma'lumotni olish mumkin, bir bemor haqida. Bu qulayliklarni hammasi birinchidan bizdagi hujjat ishlarini yengillashtirdi, bemorlarga juda ham katta qulayliklarga ega bo'ldi. Chunki ular elektron yo'llanmalar bilan boradi. Mana shu DIMIT sistemasi asosida shunchalik qulaylik yaratildi-ku, bemor o'zini respublikaga ham elektron navbatlarga qo'yib, o'sha navbat kelganda borib kerakli mutaxassislarga uchrashishi mumkin. Viloyatimiz hududlarida 3 kunlik o'tkazilgan Ombudsman maktabi loyihasidagi o'zaro muloqotlar davomida tanlangan sohalar va masalalar bo'yicha faoliyat yuritadigan vakolatli davlat organlariga asoslantirilgan murojaatlarni kiritish va ularni ko'rib chiqish tartibi bo'yicha aholining huquqiy madaniyati oshirildi. Bu esa fuqarolarga amaliy va manzilli yordam ko'rsatishda davlat organi va aholi o'rtasida konstruktiv aloqalarni o'rnatilishiga xizmat qiladi. O'zaro savol-javob va erkin muloqot ruhida o'tgan tadbirda navbatdagi Ombudsman maktablarida ko'rilishi zarur bo'lgan sohalar bo'yicha ham takliflar olindi. Shu o'rinda yana bir gap. Agar fuqaro respublika darajasida faoliyat yurituvchi mansabdor shaxslargacha chiqib ham o'z murojaati bilan bog'liq muammoni hal eta olmasa yoki murojaati yetarlicha e'tiborga olinmasa, Ombudsmanga murojaat qilishi mumkin. Xulosa o'rnida aytganda, Ombudsman institutlarining faoliyati shubhasiz davlatning ochiqligi va hisobdorligini oshirishga, shuningdek, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashga xizmat qiladi.